Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz, hamma sog'mi, salomatmi? Mana bugun biz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani prokuraturasiga kelganmiz. Soat 9:30 larga yaqinroq bo'lib qoldi. Hozir kelganimizga 40 daqiqadan oshdi, lekin Chiroqchi tuman prokuraturasidan shu paytgacha juda ham ko'p odamlar chaqirib qo'ygan bo'lsa-da, mana bu yerda fuqarolar mana kutib turibdi. Hammalarini soat 10 ga chaqirgan ekan. Yupun kiyinganlari bor, tashqarida yomg'ir, mana bu yoqda ham fuqarolar bor. Turishdi. Shunda ham qabul qiladigan bir inson yo'q, bir zot yo'q. Prokuror yig'ilish qilayotganmish ichkarida. Hozir qabul qilishga vaqti yo'qmish. Hech kimi hamma sovuqda turibdi shuncha odam. Hozir kameraga qarang. Biz Chiroqchi tumaniga aynan prokuraturasiga ikkinchi marotaba kelishimiz. Bundan oldin bir fuqaroning murojaati bilan kelganmiz. Unda qabul qilishgandi, lekin masalani o'rganib chiqib yechimini topmagan ekan. U norozi bo'lgan fuqaro hozir mana yana bir akamiz murojaat qilganlar, shu murojaatga asosan keldik. Mana 45 minutdan beri bironta odam chiqayotgani yo'q. Yig'ilishmi, nimadir deb bahona qilishyapti. Milliy gvardiya oynalarni ham yopib qo'ygan, eshitmayapti ham. Xullas, Bosh prokuratura bu holat bo'yicha mana Chiroqchi tumani aynan bironta mas'ul yo'qligi, shuncha fuqarolarni sarson bo'lib kutishi, ularni ommaviy axborot vositalari bilan umuman ishlashi nolga tengligini e'tiborga olib, ozgina chora ko'radi degan umiddamiz. Albatta, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli mutasaddilar, avvalambor o'zi mana bunday qilib panjaralarni qamoqxonaga o'xshatib qo'yib, kimdan bular o'zini muhofaza qilyapti bilmadim albatta. Mayli bunga huquqiy bahosini berib, men bir narsani aytmoqchiman. Shu Qashqadaryo viloyatida qancha biz ish faoliyati bilan yurgan bo'lsak, Yakkabog' tuman prokurori bor, Qarshiyev. Doim u haqida bizga haligi barjahl, qattiqqo'l prokuror deb fikr bildirishgan doim. Mana biz 2 yoki 3 marta adashmasam ko'rishgan bo'lsak, o'sha Qarshiyev prokurorga bu o'zi mana bunday prokurorlarni, mana bunday prokuraturani ko'rganda rahmat aytmoqchiman shu ijtimoiy tarmoq orqali. Nega? Hattoki qayerdadir yig'ilish bo'lgan paytida ham kelib oldimizga chiqqanini guvohi bo'lganmiz, chiqib shaxsan o'zi o'tirib biz bilan suhbatlashgan. Har 3 marta kelgan bo'lsa, uchalasida ham. Shu ijtimoiy tarmoq orqali qarshi prokurorga rahmatimni aytmoqchiman. Lekin shu odam o'zlar ko'paydi. Hozir hammasi sovuqda, yupun kiyimlarda. She'rga kechga majbur qildik. Endi ozimiz. Tashkil chiqamiz. Vazimiz yo'q. Bizlar hech kim tinglamayapti. Na hokimiyat tinglaydi, na boshqa tinglaydi. Nima bolalarimiz shuncha g'aribli bo'lsin, bizlar bolalarimiz ham. Ya? O'zbekiston bolalarimiz bolalar. Bo'lyapti. Bolalarni ta'minlash kerak-ku, maktab qilish kerak. 5 km yozib bersin agar. Qiynalib javob. Sizlar maktab kerak bizlarga, iltimos sizlardan. Qayga bo'laylik, bizlarni xalqni kim eshitadi? Dardimizni kim tinglaydi? Hokimiyat oldi javoblik bordik, umuman kirgizmadi ham kerak bo'lsa. Qarshiga bordik. Yenangiz otangga bor. Hech kim biz ahvolimizni so'ramayapti. Boradi, ko'radi, ko'zni yumib ketyapti. Hokimga borsak, eshitgancha, ko'rgancha deydi. Eshitgan bar biladi, lekin ko'z yumayapti. Yer yo'q deydi. Qani yerga taqaydi. Sabab pul bizga qani sababni o'ta tashlayveradi. Borsin, bolalarimiz ko'rsin, kanal yoqilib boradi. Suv o'tishga nechta bitta. Bizlar eshitsin, tinglasin. O'zbekistonda yashayapmizmi, O'zbekiston fuqarosimizmi? Ya, katta bizlarda ham haqqimiz bordir, bizlarda ham qonun bordir. Iltimos, bizlardan ham so'rasin. Ya, bormi haq tinglayotgan? sizlar o'zi nima masalada kelgansiz? Maktab, nima maktab? Maktab qurilishi kerak. Masofa uzoq, masofa uzoq. 8 kilometr, 7 kilometr piyoda boradi, kanal yo'qoladi. Moskva kanal yo'qoladi. Maktabdan bilim suhbat boryapti. Uni hozir o'qiyotgan maktab jamoatda qurib beramiz deyapti. Masofa bizlarga kerak. Bizlar u kerak emas. Och qolib keladi aka. Bitta bizlar bolalar qanday bilim oladi? Maktab o'qiydi, Charchab keladi. Bo'lmaydi.
yoshini borlar, boshqa maktabda o'qishadi. Shunday. Hozir bitta opa kelganda soat siz kimsiz adashmasam soat 10 ga chaqirgan edi prokuror 20 tamiz keldik. Sizlarni o'zi chaqirganmi? Biz jibini Bizlar juda ko'p keldilar. yo'q, endi o'zinglar bir yordam Olmagan joyimiz qolmadi. Sher qoldi bizlarga. Iltimos bizlarga yordam beringizlar. Shu prokuraturga qoldi. Hech kim tinglamayman. Direktorlar bor. Qo'lingdan kelsa hali maktabda ol dedi. Mana direktor o'zi davomat qoldirgandan keyin direktor murojaat qilish kerak. Hamma shaxsan bolalarimiz kelyapti. O'qiy olmayapti, davomat pastga tushaveryapti. Shaqa maktab kerak deyish kerakmi? Yo'q, u maktab jamoasida qilsin deydi. Bor qo'lingdan kelgan qildi. Qayga borsang odamlarga 88 da bizlar bolalar o'qisa, nechta foizi keyin 37 da o'qiydi. Uni qatnaydi, taksiga boradi, keyin mashin bolalar olib boradi. 8-40 ko'rsin, ahvolni ko'rsin. Shunday bolalarni mashq qilib ko'taradi. Bir bakashda qolgandan Ular shunaqa gaplar. Hammaga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xalq dardini ham eshitdinglar. Bosh prokurorimiz yaqinda ajoyib murojaat qiluvdilar, lekin joylardagi prokuratura bu holatlarga umuman e'tiborsiz, o'z vazifasini suiiste'mol qilib, mana shunaqa aholini xo'r qilib, xor qilib o'tirishdi. Hamma tinch bo'lsin, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, bizni kuzatishda davom eting.